Assalomu alaykum gul yuzlarim. Allohimning yana bir pok kunida sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Alhamdulillah, bugun sizlarga yaqinroq o'tirsangizlar, inshaalloh bitta zo'r hamma ishlatib maza qilgan texnikani beraman. Bu odatda nazariy psixologiyaga asoslanadi. Agar sizda ichingizni hozir bir nima kemirayotgan bo'lsa, vijdoningizda og'riq bo'lsa, vahima his qilayotgan bo'lsangiz, kredit to'lashdan qiynalayotgan bo'lsangiz, qanaqa qilib to'layman deb ichingizni xavotir egallab turgan bo'lsa, shuning bilan birga vaziyatlarga yechim topolmayotgan bo'lsangiz, istalgan bir vaziyatga, bu bizani 5 daqiqalik videoni oxirigacha eshitishingizga to'g'ri keladi. Har bir inson hayotida turli xil muammolarga duch keladi va bu muammolarni borligini inson o'z hissiyotlaridan kelib chiqqan holatda biladi. Ya'ni sizning reaksiyangiz, hissiyotingiz muammo borligini sizga ochib beradi, e'lon qiladi. Uzr so'rayman. Misol uchun deylik, sizda qarz bor. Ana shu qarzlarni his qilganingizda, o'ylaganingizda men qanaqa qilib to'layman, endi qanaqa to'lasam ekan, qayerdan olaman, shunaqa katta ham qarz olamanmi deb o'ylagan vaqtingizda siz his qiladigan hissiyot bu bezovtalik. Yoki atrofdagi insonlar bilan munosabatlar, mana qaynona kelin munosabatlarida aynan qaynonangiz bilan janjallashgansizda, shu kelin miyasida aylantiradi bo'lgan voqeani. U nima dedi, men nima dedim, keyin nima bo'ldi, undan keyin u nima dedi, to'g'rimi? Istalgan bir ziddiyatli vaziyatni sizning miyangiz qayta tahlil qiladi. Kim nima dedi? Men nima javob berdim? Va ana shu vaziyatda sizning ongingizda analiz, sintez jarayonida hissiyotlar ishlab chiqariladi. Va bu hissiyotlar sizni bezovta bo'lishingizga olib keladi. Ko'pincha inson aurasi yupqalangan, inson aurasi nima deydi, teshilgan vaqtida insonda bezovtalik juda ham baland bo'ladi. Siz bezovta bo'ldingizmi, sizda hayot quvvati kamayishni boshlaydi, orzu, maqsad qo'yishga nisbatan ichingizda motivatsiya yo'qolishni boshlaydi. Bor energiyangiz ana shu muammoni hal qilishga sarflanadi. Chunki miya aytadiki, menda nimadir noto'g'ri, meni tuzat. Meni tez tuzatish kerak. Men o'zimni yomon his qilyapman. Bu hissiyotimni ko'tarib yura olmayman deydi. Agar eringiz bilan muammoli vaziyat bo'lsa ham, xuddi shunaqa. Farzandingiz bilan bo'ladigan bo'lsa ham. Bu jarayonda insonga eng zo'r yordam beradigan texnikani sizga hozir bo'lishaman. Ruchka, daftar olsangiz ham mayli. E'tibor bering, siz his qilayotgan narsa bu hissiyot. Va ayting, men ana shu hissiyotni, texnika aytyapman, diqqat qiling. Men ana shu hissiyotni tanamni qayerda his qilyapman hozir? U alohida, men alohida. Ya'ni muammo boshqa, men boshqa deb qarang. Va endi men buni qanday yecha olaman? Hozir men buni qayta o'ylaganim bilan yoki qo'rqqanim bilan yechim bera olamanmi? Hal qila olamanmi? Ha yoki yo'q? Albatta, siz faqat shunchaki o'ylaganingiz bilan o'zingiz tepadan yomg'ir kabi natijani tushirib qo'ya olmaysiz. Natijani faqat vaziyatni o'nglaydigan zot sizga taqdim etadi. Shuni tushuning. Ya'ni siz boshqa, muammo tanangizni qaysidir qismida turgan og'riq va siz uni hech qanaqa hal qilib bera olmaysiz. O'ylaganingiz bilan, asabiylashganingiz bilan, qayta kim nima deganini, qayta bolangizdagi vaziyatni o'ylaganingiz bilan, xavotir olganingiz bilan va qo'lingizni ko'ksingiz ustiga qo'yasizda, bu menga tegishli hissiyot edi. Buni men his qilayotgan edim. Va bu hissiyotimni seni o'zingga topshiraman, Allohim. Uni yechimini sendan so'rayman. Va e'tiboringizni men shu vaziyatni qanday qilib yechsam bo'ladi endi deb go'yoki ikkinchi shaxsga qaragandek qaraysiz muammoingizni. Bizda ko'pincha vaziyatlardagi og'riq, stress, depressiya, kasallikning kelib chiqishiga sabab bo'ladigan stresslarni ildizida muammoga biz men deb qaraymiz. O'sha qarzga men deb qaraymiz, janjalli vaziyatdan keyingi og'riqli hissiyotga, emotsiyaga men deb qaraymiz va vaziyatlarga, muammolarga men deb qaraganing uchun vaziyat yana ham og'irlashadi. Bilib qo'ying. Va muammolar bu siz emassiz. Sizni tanangizda, sizni ongingizda, sizni ruhiyatingizda kechayotgan bir jarayon. Xuddi xursandchilik qanday kechayotgan bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Ya'ni muammo sizdan alohida, siz emas. Ana shuni tushungan vaqtingizda siz muammolarni kulib qarshi olishni boshlaysiz. Bilaman, bu aytgan so'zlarim sizni vaqtinchaga yoki aynan bitta vaziyatingizni xalos qilishga yordam beradi.
lekin menda sizni barcha muammolaringizga yechim bo'la oladigan 30 kunlik dars sizga tavsiya qilaman. Sababi rizo shukronalik darsimiz 30 kundan iborat bo'lib, juda ham ko'p bilimlar zanjiriga asoslangan. Shunaqa ko'p bilimki, birinchi darsi o'zida kelgan atziflarni ko'rsangiz, mashalloh deysiz. Albatta u yerda birinchi qalb ochilishi, munosabatlar yaxshilanishi, pul va albatta inson o'ziga o'zi muammolarni hal qila oladigan psixolog darajasiga yetib keladigan bilimlarni bo'lishamiz. Agar siz o'zingizni hayotingizni eng toza bilimlar bilan, chiroyli bilim bilan, shukur bilan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ana shu rizo kursiga men sizni taklif qilaman. Izohlarda 3 ta plus qoldiring yoki meni menejerlarim bilan Telegram orqali aloqaga chiqib, o'z joyingizni band qilishingizni tavsiya qilaman. Eslatib o'taman, rizo shukronalik kursimizdan so'ng sizni hayotingiz 100 gradusga o'zgarib ketadi. Agar allaqachon kursga yozilib natijalar yomg'irda qolgan bo'lsangiz, izohlarda fikringizni albatta yozib qoldiring kurs haqidagi. Yana bir so'zni sizlarga qizlar eslatib o'taman. Bilaman, video biroz uzunlashib qoldi. Agar videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, texnika ma'qul bo'lgan bo'lsa, uni albatta o'zingizga sahranit qilib oling va yaqinlarga ham jo'nating. Izohlarda esa yana bir marta aytaman, ruhiy holatingiz haqida yozib qoldiring. Keyingi videolar balkim shu haqida bo'lishi mumkin. Har qancha biz harakat qilmaylik, natija bizga Alloh taolodan kelar ekan va men sizlarga eng so'nggi o'rgatadigan duoyim bu Telegram kanalimda va'da bergandim. Shukur qilgan insonga 700 barobar ko'paytirib beriladi. Shuni sirini o'rganamizmi degandim. Va ko'p izlandim qizlar. Qani nima qilsa 700 barobar ko'payadi? Qanaqa texnika qilsa 700 barobar ko'payadi? Aynan shuni sirini ham juda oddiy ekanligini, juda ham kichkinagina kalit ekanligini, bizga u qiyin tuyulgani bilan aslida u osonligini, biz murakkab deb o'ylaganlik bilan berguvchi oson berishini tushundim va buni sizlarga o'rgatmoqchiman. O'rganish istagingiz bo'lsa, bu albatta rizo kursimdagi o'quvchilarimga allaqachon biz tayyorladik. Siz ham buni qo'lga kiritishingiz mumkin. Demak, shukronalik rizo kursimizda ko'rishguncha menejerlarga bog'lanib, ana shu kurs haqida to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin.